Biz qizlar va bolalar jadidlarga javob tariqasida voleybol musobaqasida birinchi o'rinni egalladik. Men Xolmajonov Shahriyor jadidlarga javoban 2 karra futbol bo'yicha O'zbekiston chempioni bo'ldim. Men Amirbulla Qizlarxon 2024-yil o'tkazilgan Yosh kitobxon ko'rik tanlovining tuman bosqichida faxrli 3-o'rinni egalladik. Biz jadidlarga munosib tarzda siz ekologiyaga oid qonunlarni bilasizmi tanlov tadbirida faxrli 3-o'rinni egalladik. Men Xolmatova Shukrona jadidlarimizga javob tariqasida tarix fani olimpiadasida faxrli 3-o'rinni egalladim. Men Egamberdiyev Sunnatullo koreys tili fanidan xalqaro sertifikatni qo'lga kiritdim. Men Uranjonova Dilhayo jadidlarga javob tariqasida 2 karra O'zbekiston chempioni bo'ldim. Biz qo'l jangi bo'yicha o'tkazilgan viloyat chempionatida faxrli 1-o'rinni oldik. Men Nasanov Ozodbek Al-Xorazmiy tanlovida 2-o'rinni egalladim. Joriy o'quv yilida maktabimizning Sharq lochinlari jamoasi Mudofaa vazirining Vatanparvarlar kubogi uchun musobaqasida tuman bosqichida faxrli 2-o'rinni egalladilar. Ajdodlarga munosib avlodlarni tarbiyalash, ta'lim berish bizlar uchun ham qarz, ham farzdir.